Ikkinchi shartni Xushnudbek boshlab beradi. Ket. Nima ekan? Qani? Nima ekan? Ilon. Javobga qo'shib ketaveradi. Hozir ilon bor yo'qligini bilish uchun Abbosbek kirib ko'rmoqchi. Ketdi uka. Qatana bor ekan. Bu videoda mana bunday holatni ko'rishingiz mumkin. 3 ta shart, 2 ishtirokchi. Biri Abbosbek, biri esa Xushnudbek. Yutqizgan inson limon yeydi. Yutganga men 100 ming so'm pul beraman. Birinchi shart ketdi. Birinchi shart mana bunday bo'ladi. 3 ta imkoniyatdan ham tushira olmasa, limon tishi beradi. Birinchi bo'lib Xushnud boshlab beradi. Bormisizga? Biz boshladik. Oraliq masofa 2 metr va birinchi Xushnudbek boshlab beradi. Go. Uchinchisi No. Endi majbur limonni bitta tortib berasiz, ukam. Oh my god. Oh my god. Endi ikkinchi navbat Abbosbek tashlab beradi. Abbosbek ketdi. Vay. What? Oh. Oh my god. 1 2 3 ketdi. Qoyil, endi Abbosbek tashlab beradi. Ketdi. What the fuck? Qarchi, yana bitta imkon berildi va Xushnud g'olib bo'ldi. Ikkinchi shart mana bunday bo'ladi. Let's go. Ishtirokchilar mana shu quvurning ichidan o'sha tomonga borishi kerak. Ya'ni o'tish kerak. Va birinchi bo'lib Xushnudbek yana boshlab beradi. Uka, tayyormisiz? Yes? Unda ketdi, marhamat. Aql bo'linglar. Goodbye. Qani. Uzoq bilan 1 minutning ichida yetib borish kerak. Hello. Ikkinchi shart, ikkinchi ishtirokchi. Olg'a. Oz qoldi. Surprise! Aha. Oz qoldi va bu shartda yana Abbosbek bu shartdan 1 ball oldi. Ikkinchi shart ham tugadi va ikkinchi shartda Xushnudbek 2 ball oldi. Birinchi shartda 1 ball oldi, ikkinchi shartda 1 ball oldi. 2. Hisob xullas Abbosbek 1 ball oldi. Qarorchi hozir 3-shartga o'tamiz. Ketdi. Mana syomka bo'lishidan 2 soat avval men oxirgi 3-shartda pul berishim kerak edi. 100 ming so'm. Men shu 100 ming so'mni shu yerda bekitib qo'yaman. Va ular shu pulni topishlari kerak. Tashda hozir hech kim yo'q. Hozir men borib pulni bekitishim kerak. Ketdim. Yonimda faqat tasvirchi bor xolos. Takshto mana etkab bekitib qo'yamiz. Mana 100 ming so'm, mana chuqurlikka tashab qo'yamiz 100 ming so'mni. O'ylaymanki, buni hech kim topa olmaydi. Ketdi. Takshto do'stlar, oxirgi 3-shart va shu bilan video yakunlaymiz. Oxirgi shart juda sal qiyinroq, chunki men bilmaydi qayerga bekitganimni. Takshto qaranglar uka. Pul shu yerlarda, mana shu yerlarda, uzoq bilan 25 metr uzoqlikda. Tub sizlar shuni topishlaringiz kerak. Lekin do'stlar, pulni topish uchun bitta ishoracha qo'yib qo'yganman. Bular qayerda biladi yer tagida pul yo'qligini. Lekin menimcha ishora qilib qo'ydim. Videoda ko'rsatmadim, lekin ishora qildim. Topishlarim mumkin.
Do'stlar, mana soat 16:30 da start berdim. Soat 17:05 bo'lyapti. Hali ham topishgani yo'q. Oh, Las pulni bular topishmasa kerak. what's this? Topish kerak. Ha! Yo'q. Ket. Qani? Shu yerda video o'z nihoyasiga yetdi. Video juda ham sodda va oddiy shartlardan bo'ldi va bu birinchi videomiz. Albatta, Amoslar kanaliga obuna bo'lib, обязательно like bosinglar. Undan keyin Xushnudbekni kanalini ham video tagida отметка qilib qo'yaman. O'tib qo'yinglar. O'xshi va do'stlar, shu bilan video tugadi.